Kamera.uz xavfsizlik borasida sizni ekspert maslahatchingiz. Videolarimizni ko'pchilik ko'rishi uchun kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqarmang. Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Hikvision brendidan ushbu Tandemview kamerani obzorini qilib beraman. Ushbu Tandemview kamerasi katta obyektlarga, baliq hovuzlari, dalalarga va shaharning baland nuqtalaridan juda ham zo'r obzor ko'rsatadi. Xo'p, buni funksiyalariga to'xtaladigan bo'lsak, 24 soat rangli, odam va mashinalarni ajratishi, o'zining ichiga o'rnatilgan signalizatsiya, avto tracking va tepadagi kamerasini 180 gradusga olishi bilan ajratib turadi. Ushbu bitta Tandemview kamerada 3 ta kamera joylashgan bo'lib, tepasida 180 gradus oladi, pastida alohida 32 karragacha yaqinlashtiradigan speedum kamera bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, bu odatiy speedum kameralari 25x, 32x gacha yaqinlashtiradi. Yaqinlashtirgan paytda umumiy obzor olmay turadi. Bu ularning katta minusi. Shuning uchun bu kameralarni qo'yganda yonida odatiy kamera qo'yish kerak bo'ladi. Umumiy obzor uchun ular postoyanniy olib turadi, bular esa yaqinlashtirib ko'rish uchun bo'ladi. Va Tandemview kamerasida esa o'sha narsa mujassamlashtirilgan. Tepada 180 gradus o'zi avtomatik olib turadi, pastida esa detalni ko'rib olish uchun yaqinlashtirib beradi. Bu misol uchun 30 metrgacha yaqinlashtirib bera olsa, tepada esa 6 megapiksel bo'ladi. Pastidagi 4 megapiksel kamerasi esa 200 metrgacha yaqinlashtirib bera oladi. Kameraning korpusida plastik va metal detallar birgalikda mujassamlikda ishlatilgan. Hop, ko'rishingiz mumkin. Kronstein temirdan, tepa qismi temir, pasti plastmas bo'ladi va asosiy qism plastmas. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu kronsteinni har xil holatda o'rnatishga mo'ljallanganlari bor. Bu o'zini komplektdan chiqadigani devorga o'rnatishga mo'ljallangan bo'ladi. Buni patologga o'rnatishga mo'ljallangani yoki bo'lmasam 90 gradusga burilgan variantlari va boshqa variantlari bo'ladi. Bozorda alohida holatda sotiladi. Xo'p, endi kamerani alohida kolonkalari va chiroqlarini ko'rsataman. Yuqoridagi ikkita kamera 6 megapikseldan bo'lib 180 gradusda olishni ta'minlaydi. Pastidagi chiroqlar 24 soat rangli bo'lishini ta'minlaydi. Qo'l urg'uni chiroqlari mana shu bo'ladi. Xo'p, endi pastiga o'tamiz. Pastida ko'rgan bo'lsanglar mana shu 32 karra yaqinlashtirishgacha linzasi almashadi. Chetidagi chiroqlari 200 metrgacha ayri tungi rejim va qo'l urg'uni tungi rejimlari bor. Bu 32x dan ko'ra ko'proq yaqinlashtiradigan qilib ham nastroyka qilib qo'ysa bo'ladi. Hamda buni o'zini ichidagi kolonkasi pastda joylashgan, mana shu teshiklarning ichida kolonkasi bor, sirenasi, har xil ovozlarni qo'yib qo'ysa bo'ladi. Ovozi baland chiqadi. Kameraning orqasida ushbu xavfsizlik trosi bor. Mabodo kamera bu boltlardan bo'shab tushib ketadigan bo'lsa, kronsteynga ilashib qoladi. Tushib ketmaydi kamera. Qimmat bo'lganligi uchun shunaqa xavfsizlik troslari bo'ladi speedum kameralarda. Xo'p, bu yerda esa atvertkasidan yechilib fleshga qo'yilgan joylari bor hamda boshqa nastroyka mana shu yerdan qilinadi. Ya'ni zibroz qilinmoqchi bo'lsa, boshqa kerakli narsalar bo'ladigan bo'lsa, shuning ichida bo'ladi. Ushbu Hikvision Tandemview kamerasi IP66 tizimida chang va suvdan himoyalangan, yomg'ir qorlarda hech narsa qilmaydi. Aynan shuni emas, shunga o'xshash Tandemview kamerasini mana videosini ko'rsanglar bo'ladi. Tepadagi kamerasi 180 ga olib turadi, pastida esa belgilangan hududda yaqinlashtirib, qanaqa dvijeniya bo'lyapti mashinani yoki odamni yaqinlashtiradi. Mana hozir mashinaning nomerini 200 metrdan bemalol olib beradi. Xo'p, kechqurungi rejim, tungi rejimda ham agar buni dark fighterlisi bo'lsa, juda ham mashinaning nomerini shunaqa darajada aniqlik qilib beradi. Qo'l urg'isi ham shunga o'xshash. Bunda ayri tungi rejim bo'ladi, ya'ni cho'rni-beli bo'ladi. Biz ko'rsatganimiz oq-qora tungi rejim. Endi hamma qiziqadigan joyi kamera narxini aytib ketaman. Oddiy speedum kameralar 400-500 dan zo'rlari $1000 atrofida turadigan bo'lsa, bu kamera $750 turadi. Buni qimmatlari ham bor. Hozir mana shu $750likda sizga tushuntirib bergan 32 karra yaqinlashtiradigan funksiyasi bor. Kamchiliklarini aytib o'tadigan bo'lsam, kamchiliklari buni o'rnatish murakkabroq, hamma ham o'rnata olmaydi. Hamma ham o'zini funksiyalari bilan ishlatib bera olmaydi. Yana narxi qimmatroq aytilganidek va bu yuqori megapiksel bo'lganiga, optik zoomlari bilan bo'lganiga xotirani ko'proq oladi. Misol uchun, agar diskingiz kichkina bo'lsa, har diskingiz tezroq joyingizni to'ldirib qo'yadi. Shunaqa kamchiliklari bor. Lekin umuman olganda kamera juda ham zo'r, kafolati bor. Kerak bo'lsa bizga murojaat qilaverasizlar, inshaalloh. Yana boshqa qaysi kameralarni obzor qilishimizni kommentariyada yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bilan qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling.